Assalomu alaykum. Mana Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Fayz dehqon bozorini ahvoli. Mana bizani 14-aprel ko'chirib bozorlaringni remont qilib beramiz deb ko'chirgandi. Tugallanmagan yangi Eko bozoriga ko'chirib, mana noqonuniy ekskavator kirgizib bozorimizni mana shu ahvolga keltirgan. Mana ko'ringizlar. Mana bozorimizni shunaqa qilib kovlab remont qilib berishdi o'rniga kovlab tashadi. Dilshod Ishqurbonov boshchiligida Dilshod aka Ishqurbonov mana shu ahvolga keltirdi bozorni. Mana 2018-yil mana shu bozorimiz uchun pul ajratilgan. O'sha pul ajratilgan pulni mana bozorimizni remont qilmasdan turib, mana shu o'rtadan 14.411.5 kvadratli metr kvadratli supermarket qurilsin degan bu yerda. Mana shu yerdan bular supermarket qurishni o'rniga bozorimizni mana shu ahvolga keltirib tashagan. Bularga chora ko'rayotgan odam bormi, yo'qmi? Mana shu Dilshod Ishqurbonov boshchiligida qilingan mana shu bozorimizning ahvoli. Mana remont qilishni o'rniga bozorimizni mana shu ahvolga keltirib tashashdi. Aldov yo'li bilan bozordan chiqarib, mana hatto darvozalarimizni oldini ham mana shunaqa ahvolga keltirib, kovlab, yaroqsiz qilib tashagan bozorimizni. Bularga chora ko'rayotgan odam bormi, yo'qmi? Mana bozorning ahvoli. Mana bugun mana shu eski bozorimizga, Fayz dehqon bozorimizga Mo'minov Nizom hokim yordamchisi Mo'minov Nizom aka bilan Dilshod Ishqurbonov kelib mana shu joylarda bir 6 tami odamga ko'rsatib sotish nimasiga tushgan, yo'liga tushgan. Mana shu bozorimizni. O'zi aslida bu bozor 2018-yil pul ajratilgan bu bozorga. 1441.5 kvadrat metrli o'rtadan magazin tushsin deyilgan. Aslida bular magazin qilishni o'rniga bozorni mana shu ahvolga keltirib, hammani aldov yo'li bilan ko'chirib berdilar. Bular xalqni aldab kanalizatsiya o'tkazamiz. Qanday bozorda o'rtasidan kanalizatsiya o'tkazish mumkin? Mana bular kanalizatsiya o'tkazish uchun emas. Mana bozorni shu ahvolga keltirish uchun qozgan bu bozorni. Mana qarangizlar. Darvozaning oldidan qanday kanalizatsiya o'tishi mumkin? Darvozamizning oldini ham mana shu ahvolga keltirib qozgan mana. Mana bozorimizning ahvoli ko'ringizlar. Mana qanday ayanchli ahvolga keltirib tashashgan bozorni. Mana ko'ringizlar. Bugun Fayz dehqon bozorimizga, eski bozorimizga Mo'minov Nizom aka bilan Dilshod Ishqurbonov kelibdi. Magaziningni sotasanmi deb. Nima emish bu yerdan yangi mikro markaz qurilarmish. Qanday bu bozorda mikro markaz qurilsin degan qonun chiqqanmi? Bularga chora ko'rayotgan odam bormi, yo'qmi?